13 tirik. Qora daryo suvi endi shox-shabbalarga to'qnash kelib, yo'lni chap tarafga solgan. Daryoning yarmida toshlar, qumlar chiqib qolgan. Serpoya tashlab suv yo'lini o'zgartirgan joyda taxminan 15-20 metr berida to'g'on uchun poydevor boshlanishi kerak. Bu hali ishning hammasi emas. Bu to'g'onning yarmi xolos. Poydevor qo'yib bo'lingandan keyin shox-shabbalar, serpoyalar olinib daryoning qolgan yarmiga tashlanadi. Suv Ulug'nor bilan Qipchoq ariqdan oqadi. Hozir berigi qirg'oq tarafda poydevor uchun xandaqlar qazish boshlangan. Ming yillab suv bosimi shibbalab tashlangan qum, shag'al qatlamlarini qazib zambilda yuqoriga tashlab chiqish oson ish emasdi. Mana men degan polvon 4 paqir ho'l qum solingan qopni yuqoriga arang ko'tarib chiqadi. Dunyoda ho'l qumdek og'ir narsa bo'lmaydi. Ish qanchalik og'ir bo'lmasin, baribir qum, shag'al yuqoriga chiqazilishi kerak. Qurilish shtabi poydevor qaziydiganlar masalasida alohida kengash chaqirdi. Bu kengashni Usmon Yusupovich o'zi olib bordi. Qurilish boshlangan kundan buyon respublika yuqori organlarining deyarli hamma rahbarlari ish boshida edi. Respublika xalq komissarlarining hammasi kengashga qatnashardilar. Shtab boshlig'i Teshaboy Mirzayev ishning borishi to'g'risida qisqacha axborot berdi. U so'zining oxirida 3 ta katta uchastkada ish nihoyatda og'irligini alohida qayd qilib o'tdi. Uchqo'rg'on bosh to'g'oni, Lug'unbek sharsharalari hamda Kuyganyor to'g'oni qurilishida ish ko'ngildagidek ketmayotganligini aytdi. Nima taklif qilasiz? Dedi uning so'zini bo'lib Yusupov. Mirzayev bir oz o'ylanib qoldi. Injenerlardan biror maslahat chiqar deyman. Mana Belyaskiy oqsoqol, dedi u Suvto'raga qarab. U kishi mahalliy sharoitni yaxshi biladilar. Undan tashqari proyekt ishlarida qatnashganlar, shu kishi biror nima desalar yaxshi bo'lardi. Undan tashqari Belyaskiy Uchqo'rg'on uchastkasiga boshliq biror nima o'ylab qo'ygandir. Yusupov Belyaskiyga qaradi. U yonidan bloknotini chiqarib ko'zoynagini taqdi. "Po-moyemu" deb gap boshladi. Yusupov lo'qma tashladi. "O'zbekcha gapiring, bilasiz-ku." Belyaskiy sof Andijon shevasida gapira boshladi. "Usmon ota, gapni bo'ladiganini aytsam. Texnikaga ishonib vaqtni boy berib qo'ymaylik. Butun qurilishda atiga 5 ta ekskavator bor. Uning 2 tasi ishlamaydi. Bittasi 1 soat ishlasa, 2 soat tepasidan tutun qaytarib, kundi kech qilyapti. Bir smenada og'an tuprog'i 4 arava ham bo'lmayapti. Menimcha odamlarning kuchiga tayanish kerak. Men Teshaboyni 1-2 turtib o'tmoqchiman. Odam tanimaydi. Ishlaydiganlar qolib, soyaparvarlarga mukofot berib yuribdi. Kecha Kuyganyorga borgan edim. Usmon ota, o'zingiz ko'rgan edingiz-ku Zarkentlik bolani. Lug'unbekdan kelib to'g'onda ishlayapti. Bir ko'targanda 50-100 kilo toshni yelkasida ko'tarib tepaga olib chiqib tashlayapti." Belyaskiy bloknotini ochib nimadir qidirdi. Keyin ko'zoynagini olib gapni davom ettirdi. "Azizxon Ummataliyev degan bola. Menimcha ana shunaqa azamatlarni Kuyganyordagi polvonlar brigadasiga qo'shib qo'yish kerak. Bu ishlar zabardast kishilar kuchi bilan bo'ladi. Uchqo'rg'onda bunaqa brigada allaqachon ish boshlagan. Unga g'alati bir polvon yigitni boshliq qilib qo'ydim. Dunan degan yigit. Bir kunda 14 kuboga yetkazib tuproq qaziydi. Gapim shu. Esimga kelsa qolganini yana gapiraman." U shunday deb joyiga o'tirdi. Yusupovga uning maslahati juda yoqib tushgan edi. Kengash bir og'izdan Kuyganyordagi polvonlar brigadasini kuchaytirishga qaror qildi. Belyaskiyning tanqididan diqqati oshib bir ko'zini qisib o'tirgan
Mirzayev do'ng'illab polvonlar brigadasiga odam tanlashni o'z bo'yniga oldi. Shu bilan kengash tamom bo'lsa kerak. Sog'liqni saqlash xalq komissari Mo'minov bir og'iz gap deb o'rnidan turdi. Hamma unga qaradi. Quruvchilar orasida bezgak boshlanish xavfi bor. Oldini olmasak bo'lmaydi. Yusupovning bu gapdan xabari bor edi. Engashib Mo'minovga tikildi. Sholikor joylardagi quruvchilarga akrohin ichiryapmiz. Baribir bezgak kuchini so'rib qo'yadi. Undan tashqari kuni bilan yer qazigan kanalchilar kechasi chivin azobidan qashinib uxlay olmayaptilar. Uxlamagan odamning ishida unum bo'ladimi? Shu masalada mening bir taklifim bor edi. Agar hukumat xarjni bo'yniga olsa, xususiy sholipoyalarni buzdirib, egalariga haqqini to'lasa. Yusupov stolni chertib o'ylanib qoldi. Kanalni oz xarj bilan bitkazish niyatida edik. Bunaqada otdan egar qimmat bo'lib ketmasmikin? Belyaskiy uni xotirjam qildi. Ota, bu yog'idan xotirjam bo'ling. Sizga bitta misol ko'rsatay. Norindagi Kirov kolxozi territoriyasidan kanal uchun yer tekislashga borganimizda 2-3 xo'jalikning tomorqasi, bog'i buzilishi kerak edi. Har biriga 600 dan 1000 so'mgacha haq to'laydigan bo'ldik. Pulini Chorsuga tugib borganimizda olishmadi. Hukumat bizga suv olib keladi-yu, arzimagan chorbog'imizga pul olamizmi deb qaytarishdi. Bu ham kamlik qilgandek bittasi g'unajinini, ikkitasi bittadan qo'yni so'yib, uyini buzgan traktorchilarga yedirvordi. Xalq sholipoyasiga pul olmaydi, mana ko'rasiz. Sholipoyasini o'zi buzib tashlaydi. Kengash vrach va sanitarlardan iborat zarbdor brigada tuzib, ularga alohida o'rtasida tushuntirish olib bordi. Aholi o'rtasida tushuntirish olib borishni yuklaydigan bo'ldi. Respublika rahbarlari, xalq komissarlari, uchastka boshliqlari kengashdan chiqib kelisharkan, ustiga yuk ortilgan 3 ta tuya og'zidan ko'pik chiqazib cho'kkalab turardi. Undan sal narida 3 ta ot, yoqalariga zar hoshiya tikilgan, baxmal kamzul kiygan 2 otliq qirg'iz yigiti. Yoshi 70larni yoqalab qolgan siyrak soqol chol turardi. Chol mashinaga o'tirayotgan Yusupov oldiga keldi. Yusupov osindami? Yusupov men deb u bilan ko'rishishga qo'l uzatdi. Yusupov o'zingizmi? Belyaskiy shu kishi Usmon Yusupov bo'ladilar deb guvohlik berdi. Nima ish bilan keldingiz, oqsoqol? Dedi Yusupov qiziqib. Kanalda ishlashga 2 o'g'limni olib keldim. 2 o'tov, 5 qo'y. 2 kelinim ham kelgan. Ana u yerda. 2 aka-uka otdan tushib ularni oldiga keldi. Odob bilan salom berib indamay turaverdilar. Yusupov ularga boshdan oyoq qarab chiqdi. Darhaqiqat, ikkovi ham polvon yigitlar edi. Rahmat otaxon, himmatingizga balla, bu yaxshiligingizga kanal to'la suv bilan haq to'laymiz. Yusupov yigitlar bilan birma-bir qo'l olishib Mirzayevga qaradi. Teshaboy, mana senga 2 qirg'iz shunqori, sening ixtiyoringga berdim. Oqsoqol, deya cholga o'girildi Yusupov. Endi bizning mehmonimiz bo'ling. Jo'q bolam, jilqilar o'zimga qoldi. Qudamen ikkovimiz mano ballarning jumushini qilib turamiz. Men ketdim. Yusupov kuzatgani chiqqanlar bilan xayrlashib, mashinaga o'tirarkan 2 pahlavon qirg'iz yigitiga, o'rtada turgan otasiga maroq bilan qarab qo'ydi. Mashina Farg'onaning chinorlar soya tashlagan serqatnov ko'chalardan ketarkan, Yusupov qirg'iz cholining kelishidan, Norinda uyi buzilgan dehqonlarning haq olishdan voz kechib, uylarini tep-tekis qilib buzib tashlagan traktorchilarni kaltaklashni o'rniga g'unajin, qo'y so'yib mehmon qilishlaridan nihoyatda ta'sirlanib borardi.
Bu saxiy, tanti xalq bilan juda buyuk ishlar qilish mumkin. Bu xalq pul, mol ekan-ku, zarur bo'lsa jonini ham ayamaydi. Inson uchun bir qultum suv jahonning eng katta xazinalaridan ham qimmatli edi. Yusupovning mashinasi yarim soatcha yo'l yurib, Gorchakova stansiyasi oldida to'xtadi. Stansiyaga odam sig'masdi. Ko'rpa orqalagan, ketmon ko'targan kishilar yaqindagina kelgan qizil vagonlardan tushib aravalarga, avtobuslarga o'tirib, qurilishning Marg'ilon uchastkasi tomon ketishardi. Qo'qon aravalarining ham tepasiga kanalni 45 kunda bitkazamiz. Azamat quruvchilarga otashin salomlar degan shiorlar ilingan edi. Stansiya tepasida ham shu shior. Yusupov odamlarga, ot aravalarga bir dam qarab turgandan keyin bo'yni iyaklarida paydo bo'lgan terlarni kattakon dastro'moli bilan artib mashinani Marg'ilon tarafga burishni so'radi. Gorchakovadan to Marg'ilongacha ko'chaga odam sig'masdi. Butun xalq ko'chaga chiqqandek edi. Mashina uchariq guzarida otda turib ayron ichayotgan Raimberdi tog'a yoniga kelib to'xtadi. Raimberdi xijolat chekkanday mo'yloviga tekkan ayron yuqini ham artishni unutib, otdan tushdi-yu Yusupov bilan ko'rishishga oshiqdi. "Chanqabsan-da, Raim, ishlaring qalay?" Raimberdi hol ahvol so'rashgandan keyin paxtaning ahvoli, kanal ishlari qanaqa ketayotganini gapirib berdi. "Odamlaring Nayman uchastkasidami?" Raimberdi tasdiq ishorasini qildi. "Erta-indinlarga uchastkangga o'tib qolarman. Bilishimcha, ishlaring durust emasga o'xshaydi. Zo'r polvonlaring qochib ketayotganmish?" "Yo'q, unaqa demasinlar, ota. Qiz olib qochgan bolang kuygan yorni kuydiryapti. Traktor bilan bellashaman deydi Azamat." Raimberdi kuldi. "Ahmoq, bemaza ish qildi. Butun qishloqning boshini yerga egib qo'ydi." "Unaqa dema", dedi Yusupov jiddiylashib. "Ikki muscha bir-biriga qarab kukulashib tursa-yu, senga o'xshagan qishloq kattalari o'zini bilmaganga solib yursa, obqochishdan boshqa iloji qolmaganda yaqin orada ovozasini eshitib qolarsizlar. Qishloqning boshini yerga egdi emish. Boshini ko'tardi degin. Xo'p, mayli. Ishingdan qolma. Yo'l serqatnov. Ot arava, velosiped, piyodalar ko'p bo'lgandan mashina tez yurolmasdi. Shuning uchun ham radiator suvi qaynab ketgan. Bir to'xtagandan keyin o't olishi ancha qiyin edi. Bu gal ham shunday bo'ldi. Mashina ancha vaqtgacha patillab, xo'rsingandek pishqirib keyin o't oldi. Tizginni bo'ynida qolgan ot ariq bo'yidagi o'tlarni chimdib ancha nari ketgandi. Raimberdi otiga yaqin qolganda uchariq samovaridan ko'pchilikning xaxolab kulgani eshitildi. Hali Marg'ilon kitob magazini oldida G'ofur G'ulom bilan farg'onalik shoir Adham Hamdamni ko'rgandi. Demak, ular shu samovarga tushgan. Yusuf qiziq, G'ofur kepti deb paqirda luchak shaftoli ko'tarib ketayotgandi. Raimberdining ular bilan suhbatda jindek bahramand bo'lgisi keldi. Ot jilovidan yetaklab asta samovar tarafga keta boshladi. Samovarning nariyog'idagi qari tollar quyuq soya tashlagan. Ko'chada Yusupovning mashinasi turibdi. U otini tolga bog'lab, soy ustida o'rnatilgan so'rida maykachan o'tirgan odamlarga qaradi. Bular Toshkentdan kelgan shoirlar edi. Ular ichida G'ofur G'ulomni u darrov tanidi. Deyarli hamma suratlarda taqib tushgan muguz gardishli ko'zoynagi, qirra burni mana men G'ofur G'ulomman deb turibdi. Yusuf qiziq, yoshi 60larga borib qolgan bo'lsa ham qaddi tetik, qadam olishlari chaqqon bir kishi edi. U ko'ziga surma tortgan, oq jujun yaktak ustida pushti chorsu bog'lab olgan edi. Oybolta nusxa
Qop-qora soqollari o'ziga yarashgan, gapirganda to'mtoq qora qoshlari kerib, hozir seni bir kuldiraman deganga o'xshab tabassum bilan odamga boqardi. G'ofur G'ulomning orqasida o'tirgan Adham Hamdam ularning ichida eng kichigi bo'lgandan xizmatga tayyor, o'ynoqi ko'k ko'zlari yana xizmat bormi degandek ustozlarga hushyor qarab turardi. Ulfatchilik endi boshlanay deb turganda mashina lop etib Usmon Yusupov kelib qoldi. Yusupov mashinadan tushar tushmas G'ofur G'ulom ulug' kishi oldida maykachan o'tirish noqulayligini bilib, jujun kletini shoshib kiya boshladi. U kiyinarkan chap qo'lini orqasiga o'tkazib kaftlarini silkitardi. Adham uning shamasini fahmlab, ko'rpacha yonidagi hali og'zi ochilmagan ikkita shishani etagiga yashirib ildamlik bilan tol orqasiga o'tdi. Yusupov o'tirishga unamadi. Tik turgancha bir kosa yaxna choy ichdi. G'ofur, ertaga kuygan yorga ko'chinglar. U yerda ish og'ir, shoirlarning yaxshi so'zlari mador bo'ladi. Hamid, sen Vodilga bor. Ashrafiy bilan Yashin o'sha yerda, operaning borishini bil. Kam ko'sti bo'lsa, menga aytasan. Yusupov bir chekkada ko'zlarini katta-katta ochib turgan Oybek oldiga bordi. Uning qo'ltiqlab mashina tarafga yura boshladi. Kelganingiz yaxshi bo'libdi, domla. Qani endi mana shu bo'layotgan ishlar to'g'risida qutlug' qonga o'xshagan bitta katta narsa yozib bersangiz. Erinmay hamma trassalarga boring, odamlar bilan tanishing. Bu yerda ko'rganlaringizni umringizning oxirigacha ham yozib tugata olmaysiz, domla. Kecha Qizildagi otalar ocherkingizni o'qidim. Juda yaxshi yozibsiz. Iltimos, ko'proq yozing. Quruvchilar uchun sizdek zo'r yozuvchilarning gapi qanot bo'ladi. Oybek sal tutilib gapirardi. Hozir Yusupovning salobati bosib, yanada tutilib gapni yo'qotib qo'ygandi. Uning bu holatini sezgan G'ofur G'ulomning shaytonligi tutdi. Ota, bu bilan tarjimon orqali gaplashish kerak. Gapirsangiz-chi, zaboningiz bormi o'zi? Oybek unga yalt etib qaradi. Jahl ustida g'o'ddaygan deb yubordi. Oybek umrida birovni so'kmagan, so'kishni bilmasdi ham. Juda jahli chiqib ketsa, g'o'ddaygan derdi xolos. Bu uning bisotidagi yagona achchiq so'kishi edi. Shoirlarga qo'shilib Yusupov ham kulib yubordi. Oybek ham o'zini kulgudan tiyolmadi. Yusupov G'ofur G'ulomga o'girildi. Kuygan yorga seni bekorga chaqirtirayotganim yo'q. U yerda bir polvon bola juda g'alati ishlar qilyapti. Zarkentdan chiqqan. Tosh qazishda, yuqoriga tashib chiqishda hech kim unga teng kela olmayapti. Shuni bir yaxshilab gazetaga yozinglar. Sobir qo'shiq yozadi. Usta kuy bastalaydi. Sen ocherkmi yo she'rmi yozasan. Shu bolani bir xalqqa ko'rsatib beringlar, bo'ptimi? Yusupov shunday dedi-yu, mashinaga o'tirib jo'nab ketdi. Raimberdi bir chetda turib, bo'lib o'tgan gaplarni eshitgandi. U ham qishlog'i Azizxon to'g'risidagi gapda juda xijolat chekdi. Chunki u boya Yusupovga bu bola qishloqning boshini egib ketdi degandi. U yomonlagan bola qo'shiq bo'lmoqchi. Respublikaning eng tabarruk shoirlari unga atab g'azallar bitishmoqchi. U hozir ham xijolatda, ham allaqanday g'urur og'ushida edi. Ajab, bir o't, olov, bebosh bola butun xalqning og'ziga tushib o'tirsa-ya. U bu sevinchli xabarni ummataliga yetkazadi. Nomus kuchidan ko'chaga chiqolmay qolgan ota qay ahvolga tusharkin? Raimberdi otiga minib zirillama tarafga jadal yo'l oldi. 14-trekt. Qora daryoning suvi Saratonga kelib juda pasayib ketdi. Daryo o'rtalaridagi toshlar, shag'allar shundoqqina ochilib qoldi. Kuygan yor to'g'oni uchun serpoyachilar, suzishga usta yigitlarning hojati qolmadi.
Bunda faqat betonchilar, to'g'on poydevorini qaziydigan azamat kishilar kerak. Azizxonni poydevor qaziyotgan polvonlar brigadasiga qo'ymoqchi bo'lishgan edi, ko'nmadi. U qandaydir g'ayritabiiy, odam bolasi bajarishi qiyin ishlarni istardi. Ilgari kuni Belyazkiy uni Uchqo'rg'on to'g'oniga olib ketmoqchiligini aytganda Azizxon ko'nmadi. Bunga sabab polvon o'sha yerda o'z brigadasi bilan daryo yo'lini to'syapti. U agar Azizxon bu yoqqa kelsa, butun brigadam bilan ishni tashlab ketib qolaman, debdi. U albatta shunday qiladi. Azizxon 2 marta yurt oldida uning yuzini yerga qaratdi. Hali u davraga kirmay kurash bo'layotgan joydan qochadi. Azizxon o'jarlik qilib boradigan bo'lsa, albatta unga biror zarar yetkazishi ham turgan gap. Alamzada polvonning qo'lidan har ish keladi. Azizxon Uchqo'rg'onga qo'rqqanidan emas, unga rahm qilganidan bormayman dedi. Axir polvon ham kanalga ishlayman, nom chiqaraman deb kelgan. Mayli ishlasin, noumid bo'lmasin. Buning ustiga Lutfinisa yotganda ham, turganda ham bitta gapni takrorlaydi. Shu ish ulgur bilan o'chakishmang, tag'in nomardlik qilib biror kor hol boshlab yurmasin. O'shandan sal uzoqroq yuring. Azizxon nima qilishni bilmay turgan paytda ortda Jo'ra polvon bir bog'lam gazeta ko'tarib o'tib qoldi. Ha, polvon bola, ahvollaring qalay? Anchadan beri noming chiqmay qoldi-ku. Azizxon kuygan yorda ishlagisi kelmayotganini, Lug'unbekka borib o'z brigadasida ishlagisi kelayotganini aytdi. Jon deyman, agar shunga ahd qilgan bo'lsang, ko'rpangni ko'tarib boraver. Siz yur desangiz bo'ldi, ketaveraman. Yuraver bo'lmasam. Azizxon ertalab yetib borishga va'da berib, u bilan xayrlashdi. Uyga kelsa, Orziqxon aya terrasadan qaytib endi ovqatga unayotgan ekan. Lutfinisa hali kelmabdi. Azizxon Lug'unbekka ketish niyatini Orziqxon ayaga nima deb tushuntirishni bilmay o'ylanib turardi. Lutfinisa ham unga ancha o'rganib, ikkovi til topishib qolgandi. Azizxon Orziqxon ayaning hovli betida kuymalanib yurishini kuzatarkan, o'z onasini o'ylab ketdi. Ummatali uyga keldi deguncha xotini albatta uni diqqatini oshiradigan gap topib qo'yardi. Ovqat ustida kech kirib chiroq o'chganda ham ikkovining janjali bitmasdi. Bu janjallarga mana shu Azizxonning sho'xligi, beboshligi sabab bo'lardi. Bunaqa yuzlab janjallarning biri zo'ri o'tgan yili iyulning o'rtalarida bo'lgandi. Ularning To'xtavoy degan agronom qo'shnilari allaqanday urug'i yo'q olma novdasini olib kelib chorbog'idagi olmasiga ulagan edi. Payvand yaxshi amal olib 5-10 ta g'o'ra ham tutgan edi. Azizxon o'rtoqlari bilan bahs boylashib, tanasi samovar karnayiday daraxtni bir zarbda ildiz-pildizi bilan sug'urib tashlagandi. To'xtavoy qildi janjalni. Sug'urib tashlagan daraxtni sudrab idoraga olib chiqdi. Raisga arz qildi. Rais Ummatalini chaqirib ko'p gaplarni aytdi. Axir bu tajriba uchun ulangan narsa. Payvandni Prejevalsk degan joydan olib kelingandi. Bu qanday bema'nilik? Bola degani mundoq tarbiya ham qilish kerak-da. Ummatali idoradan qoshlari chimirilib, peshonalaridagi ajinlari taxlanib qaytdi. Esini tanib, kolxozda ishladi, brigadir bo'ldi, ketmonchi bo'ldi, dakki yemadi. Endi qarigan chog'ida o'g'lidan yuzi shamgin. Nima qilsin? Ko'zining oqu qorasi yolg'iz o'g'li. Ursa joni achiydi, urmasa bu dashnom. Kela solib xotiniga o'dag'ayladi. Anavi yaramasing qani? Xotini erining vajohatidan o'g'li bir balo qilganini darrov sezdi. Shattaydi dadasi, hozir sigirni yetaklab chorboqqa kirib ketgandi. Tag'in urib netib o'tirmay, jon dadasi. Xotin, o'g'il bolani urib bo'lmaydi. O'g'il bola Xudoning bir inoyati.
Arabistonning allaqaysi viloyatida o'g'il bola tug'ilgan kuni podshohning maxsus farmoni bilan ertalabgacha to'p otilarkan. Hindistonning allaqaysi bir yurtida o'g'il tuqqan xotin bir kuni kechgacha podshoning taxtida bola emizib o'tirarkan. Missisuri degan yurtda o'g'il bola tug'ilsa, podshohning xotini sarpo qilib borib tuqqan xotinni o'z kajavasida shahar aylantirarkan. Ko'rdingmi, o'g'il bola qanaqa? Azizxon hozir Orziqon ayaning o'choq boshida kuymalanib yurishiga qarab, ota-onasini o'yladi-yu, ko'ngli buzildi. Nima qilib qo'ydim? Endi qishloqqa qaytib borish yo'q. O'rtoqlarim qatori yurtga osh berib, ota-onamning orzusini ushatib uylansam bo'lmasmidi? Bechoralar endi nima qilishayotgankin? Hamisha kasaldan boshi chiqmaydigan onam ayvon labida kaftini iyagiga qo'yib eshikka tikilib o'tirgandir. Dadam bechora alamini gazetadan olayotgandir. Yo'q, gazeta o'qish ham ko'ngliga sig'may qolgandir. Gazeta choyxonada. U bechora yurtning ko'ziga qarayolmay uyga qamalib qolgandir-u. Agar gazeta o'qisa bilardi. O'g'lining kanalda nimalar qilayotganini albatta gazetadan bilardi. Agar u Lutfinisani olib qochmaganda bu ishlar bo'lmasdi. Shundoq katta to'yni buzib uni olib qochdim. Lutfinisaning akasi ularning eshigini tepib to'y harchlarini to'la deb qistayotgan bo'lsa-ya. Azizxon bu to'g'risida endi o'ylashi. Keksayib qolgan, qo'l uchida ro'zg'or tebratadigan ota-onasi bu harchlamni qanday to'laydi? Agar puli bo'lsa, allaqachon to'y qilib, o'g'lini uylab qo'ymasmidi? Azizxon sapchib o'rnidan turdi. Bitta o'g'li ota-onasini tashvishga, boshini janjalga qoldirib bu yerda yurishi qandoq bo'ldi? Yo'q, bu o'g'il bolaning ishi emas. Azizxon sergaklanib shoshib uyga kirdi. Kurashdan tushgan pullar qiyiqda tugilgancha Orziqon ayaning qutisida turgan edi. U qutichani ochdi-yu, tugunni supaga olib chiqdi. Ochib, sholcha ustiga yozib yubordi. Qizil 30 so'mliklar, 5 so'mlik, 10 so'mliklar aralash-quralash edi. U tizzalab o'tirib oldi-yu, sanashga tushdi. Qo'lida yog'och cho'mich bilan tepasiga kelgan Orziqon aya hayron edi. Nima qilyapsan, bolam? Dedi u ajablanib. Shoshmang, dedi Azizxon hisobdan adashmaslik uchun unga qaramay. Oxiri u qiyiqdagi pullarni taxlab sanab bo'ldi. Keyin ayaga qarab iljaydi. 832 so'm. Bu pullarni nima qilasan, bolam? Kerak, aya. Hozir kelaman. U shunday dedi-yu, pullarni qayta qiyiqqa tugib ko'chaga otildi. Azizxon to'ppa-to'g'ri kuygan yor pochtasiga bordi. Pochtaxonaning ichi u yoqda tursin koridorlari zinalarigacha gazeta va xatlarga to'lib ketgan edi. Azizxon gazeta pachkalarini ustidan xatlab tuynukka bosh suqdi. Opa, Zartkentga qanaqa qilib pul jo'natsa bo'ladi? Ko'zoynakli tatar xotin oldiga sariq qog'oz tashladi. Manavini to'ldirib, adresni aniq qilib yozing. Azizxon tez yurib kelgandan hansirar, entikib gapirardi. Jon opa, o'zingiz yoza qoling, men adashib ketaman. Jon opa. Xotin tuynuk og'ziga tashlangan blankani qaytarib oldi-da, Azizxon aytib turgan adres va pul miqdorini yozdi. Voy bu, shuncha pulni-ya? 700 so'mni-ya? Dedi hayrat bilan ayol. Jo'natavering, bor yana. Xotin blanka ustiga dumaloq shtampni tap etib urdi-da, bir nusxasini Azizxonga uzatdi. Opa, 2 og'iz gap qo'shsa bo'ladimi? Dedi yalinib Azizxon. Ayting, dedi xotin yashikka tashlangan blankani qayta olarkan. Azizxon o'ylab turib aytdi. Dadajon, meni kechiring. Men tinchman. Lutfi sog'-omon. Bu pullarni Akbaraliga berib qo'ying. To'yning tovoni yetmasa yana yuboraman. Azizxon pochtadan
qushdek yengil bo'lib chiqdi. U go'yo ota-onasini shu pul bilan hijolatdan qutqargandek edi. U eshikdan hovliga javrab kirdi. Lutfi, Lutfi, bo'ldi. Nima bo'ldi? Dedi ariqda bet-qo'lini yuvayotgan Lutfinisa ajablanib. Akangga pul jo'natdim. To'y harjidan qutuldik. Lutfinisa a deb qo'ya qoldi. Ovqat ustida Azizxon Jo'ra polvon bilan uchrashganini, ertalab Lug'unbek uchastkasiga ishga borishini aytdi. Orziqon aya jindek ko'z yosh qilib oldi. O'rganishib qolgan edik. Shatda ishlayversanglar ham bo'lardi. Issiq sovuqlaringdan kim xabar oladi? Hammasi taxt ayajon. Uy ham, ovqat ham bor. Men qiladigan ish ana o'sha yerda ekan. Bormasam bo'lmaydi. Kanalning bitishiga 34 kun qoldi. Ish ko'rsatib qolmasak, keyin armon qilib yuramiz. Albatta kelib sizni ko'rib ketib turaman. Lutfi hozircha shatda turadi. Orziqon aya o'rnidan turib oshxonaga kirib ketdi. Birpasdan keyin tog'orada un olib chiqdi. Ketadigan bo'lsang, quruq ketma. 5-6 ta patir yopib beray. Kech kirib Lutfinisa chiroq yoqib ayvon tokchasiga qo'ydi. Ko'k ko'prik tarafda qo'shiq yangraydi. Halimaxonim konsert qo'yyapti, dedi Lutfinisa. Naymanda boy ila xizmatchi bo'ladi. Bormaymizmi? Dedi o'rnidan turib Azizxon. Xamir qorayotgan Orziqon aya gapga aralashdi. Ertalab yo'lga chiqasan, vaqtliroq yota qol. Lutfinisa uydan chiqqandan beri Azizxon bilan o'ziga boshqa joy solardi. Azizxon supaga to'shalgan o'ringa chiqib yonboshlarkan do'ng'illadi. Akangning haqqidan qutuldim-ku, bo'ldi-da. Lutfinisa hovuchini betiga tortib ko'rsatdi. Bu uning nikoh o'qitmasdan yonimga yo'latmayman degan edi. Azizxon ko'rpani boshiga tortdi. Uzoqdan Halimaxonimning ovozi qorong'u kechani yoritib uzoq-uzoqlarga taralardi. Orziqon aya ham nosini tuflab o'rniga kirdi. Sal o'tmay uning pish-pish xurragi eshitila boshladi. Ammo Azizxon uxlay olmasdi. Onasi, dadasi ko'z oldidan o'taverardi.